oppoq qog'ozlardan mastona ko'zlar bir shirin jilmayib turaveradi. Meni ta'qib etar ma'sum bu ko'zlar, suqlanadi qalam, suqlanar qog'oz. Ayol haqda so'z aytar bo'lsak, qarovli kunlarga kirib kelar yoz. Ayol, mehr to'kiladi nigohingizdan, bir shirin jilmayib turaveradi. Yalpizlarning bo'yi, rayhonlar bo'yi qalblarga kuy yanglab kiraveradi. Ha, ayol bilan munavvar olam. Ko'rsatuvimizning ilk lavhasi ham yana dilbar, munis, bolajon, kamsuqum o'zbek ayollaridan biri haqdadir. Keling, yaxshisi ular haqida qisqagina ma'lumot berib o'taylik. Adibaxon Toshxo'jayeva bolalikdan san'at shaydosi. Shu shaydolik uni 1975-yil maktabni a'lo baholarga bitirgach, Toshkent teatr va rassomchilik institutiga yetakladi. O'qishga kirib, talabalik davridayoq Muqimiy teatrida ish boshlagan Adibaxon o'qishni tugatgach, O'zbekiston teleradio kompaniyasi qoshidagi xor jamoasiga ishga kirdi. Mana 21 yildirki, o'z kasbiga sodiq, kamtarona ijod qilib kelmoqda. Bu orada u Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ajoyib bir mahalla ahlining g'ayratli, sarishta kelinlaridan biriga aylandi. Qishloq sharoiti, uy yumushlaridan ortib 3 shirin qizaloqni tarbiyalab, qolaversa, o'zlari haydovchi bo'lsalar-da, san'at shaydosi bo'lmish bir kamtarin insonning ko'ngil mulki, hamfikr, hamdamiga aylandi. Nazir aka, siz bir ijodkor insonni turmush o'rtog'isiz. Kasbingizdan qat'iy nazar, siz ijodga, san'atga munosabatingiz, qolaversa turmush o'rtog'ingizni mana shu, aynan shu kasbni tanlaganiga munosabatingiz qanday? San'atni hurmat qilgani yaxshi. Mana san'atni hurmat qilganimiz uchun, mana san'atkor bo'lgani uchun qarshilik ko'rsatganimiz yo'q. Men xohlaymanki, yana san'ati rivoj topib, san'atini davom ettirib, mana farzandlarimizni ham katta qilib, shu jarayonda birgalikda san'at ham o'ssin. San'at shunaqa narsaki, ichiga kirdingmi, borgan sari chuqurlashib, borgan sari o'zini poyonini ko'rsatmaydigan bir xazina ekan. Haqiqatan ham xor jamoasiga ishga kirganiga mana 20 yil bo'ldi. Men avvalo xor jamoasi haqida gapirganimda, uni bir mana shu 20 yillik tajribamdan aytamanki, bir laboratoriyaga o'xshataman-da. Xorda birinchi soat avvalo ovoz sozlashdan boshlanib, qo'shiqchini qo'shiq aytishga tayyorlab, mana endi qo'shiq ayting degandek qilib tayyorlaydi. Ana undan keyingina qo'shiq aytishga o'tamiz. Bundan demoqchimanki, jamoada qo'shiq aytishni uncha yaxshi bilmagan insonlar ishlamaydi. Xorda. Aksincha, juda yaxshi katta yaxshi qo'shiqlarni ijro eta oladigan yaxshi qo'shiqchilar ishlaydi. Demoqchimanki, xor jamoasi ham o'zini har xil murakkab jarayondagi qo'shiqlari bilan Navro'z ayyomlarida, mustaqilliklarda, har bir bayramda o'zini ko'rsatib kelyapti shu paytgacha. Ana shunday jamoada ishlab, ijod qilib kelaman. Endi shu o'rinda masalan, demak, professional qo'shiqchilar, bu fidoyi qo'shiqchilar xorda ijro etadi qo'shiqlarni desak adashmaymiz. Shu o'rinda siz yakkaxon qo'shiqchilikka ham harakatlar qilganmisiz? Yakkaxon qo'shiqchiligim shundan boshlanganki, onalarimizni, mehribon kishilarimizni kuylamagan inson yo'q. Meni o'sha qo'shiqchilik san'atiga kirib kelishimda yo'q, Farog'a Rahmatovani onajon sizga ming rahmat qo'shiq juda qiziqtirib kelardim. Xorda ishlar jarayonida bir kun fonotekaga kirib ana shu qo'shiqni oldim. Nima uchun? Aynan shu qo'shiqni. Bilasizmi, Farog'a opani ijrosidagi yo'l menga juda yoqadi. Ulardagi yurak kuchliligi, aynan shu onalar haqida kuylayotganda bir inson boshqacha bo'lib ketadimi? Aynan shu qo'shiqni olib ijro etgim keldi. Hali suhbat jarayonida aytdingizki, yana shunaqa bir mumtoz qo'shiqlarni tiklash kerakmi degan fikr ham ko'nglimdan o'tdi. Albatta, albatta. Mana hozir ancha bunga kirishib qolishdi. Borgan sari o'sha mumtoz qo'shiqlarni olib saqal zamonaviylashtiribmikin, yana qayta saqal beribmikin kuylayapti xonandalar. Qancha bo'ldi siz kuylaganingizga bu qo'shiqni? Bu qo'shiqni kuylaganimga mana 20 yil bo'lgan bo'lsa, 12 yil bo'libdi. 12 yil bo'libdi. Xullas fonotekadan oldim. Ansambl bilan ishladik. Bu qo'shiq meni ijroyimdagi
umuman san'at dargohiga kelganimdagi birinchi yakka qo'shig'im bo'ldi. Ana shu qo'shiqdan keyin Baxtilla aka Lutfullayev, Qahramon aka Komilov, Jo'ra Shukurov, Halimjon Jo'rayev bilan asta-sekin qo'shiq yoza boshlashdi. Balkim bu turtki bo'lgan bo'lsa ajab emas qo'shiqchilik san'atimga. Demak, bugungi kunda sizni faqat san'atkor sifatida emas, bir ajoyib ayol, ajoyib uy bekasi, ona sifatida ham hayotga munosabatingizni bilgimiz keladi. Bilasizmi, ayol kishi uchun soha, kasb bu bir masala. Oila asosiy yana bir masala deb tushunaman. Men o'zimni ayollar ichida eng baxtli ayol hisoblayman. Chunki sevgan kasbim, men uchun bir oliy bir dargoh hisoblangan oilam, suyukli yorman, oilada bekaman, mehribon onaman farzandlarimga. 3 ta shiringina qizchalarim bor. Yana shuni aytgim keladiki, men qizlarimda asosan tarbiyada nimaga ahamiyat bergim keladi? Kasb tanlash, qandaydir hunarlarni o'rgatish bu o'z yo'liga. Hozirgi tansiq bo'lib kelayotgan birovga mehr bera olishdek tuyg'uni bergim keladi. Nega desangiz, shirin gapirib, shirin so'zlik bilan yuragingizdagini birovga mehr qilib bera olsangizgina mehr olasiz. Ana shularni berib tarbiyalagim keladi. Oyi bo'lsa nima yemish menga ayting. Sipirishmi yo'q kirish menga ayting. Yo'q deb sira ranjitmayman dilingizni. Ish yoqmas deb o'ylamang-ga qizingizni. Sizni xursand qilsam ko'nglim to'lib ketar. Darslardan ham bahoyim 5 bo'lib ketar. Ha, farzand tarbiyasida har birimiz mas'ulmiz. Zero oila mustahkamligi, ota-onaning o'zaro hurmati, mehr muhabbati, halollik va poklik, oilaga, farzandlarga g'amxo'rlik, ular tarbiyasiga e'tibor, ertamiz baxtli kelajagimiz yaratuvchilari bo'lmish komil insonlarni tarbiyalab ulg'aytirish uchun muhim omil hisoblanadi. Bunda esa bizga hamisha yuksak madaniyat, ichki ma'naviy poklik, mehnatsevarlik, qolaversa san'at va adabiyot ko'makka keladi desak, yanglishmagan bo'lamiz. Ona haqida qo'shiq kuylar ekanman, buni faqat onaginamga atab kuylaganman. Nega desangiz, bu qo'shiqni birinchi kuylaganimda bolam shu qo'shiq menga juda yoqadi deganlarda qayta kuylagim kelardi. Qayta ular uchun ijro etgim kelardi. Afsus, onam olamdan o'tganlar, bilasizmi? Menimcha nafaqat meni onam uchun, farzandim dunyoga keltirgan har bir ona uchun qo'shiq kuylasa arziydi. Men shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun qayta kuylaganda faqat onaginamni arvohlar uchun kuylayman. Keling, yaxshisi bir hikoya qilib Bormikin onadek aziz shirin so'z, u bir quyosh bo'lsa farzandda yulduz. Qanday baxt farzandlik burchin o'tamoq, kumushdek sochingiz o'pib silamoq. Farzandim dedingiz, chekdingiz zahmat. Onajon, sizga ming rahmat. Ha, ayol kuylayotir. Bolajonlarini bag'riga bosgan ayol kuylayotir. Bugun ertangi hayot ostonasi sari kunba-kun ulg'ayib qadam tashlayotgan bu qizaloqlar, Nafosatxon, Nazokatxon hamda Shirnoylar nafaqat ota-onasining diybandi, balki el u yurtimizning sevimli farzandlari, onalari kabi oq ko'ngil fidoyi inson u otalari kabi san'at ixlosmandi. Tegrasida ular uchun ibrat bo'lgan yaxshi insonlar, ustozlar o'gitni oqlagan insonlar. Tunları erkelep aytib
Ha, olam o'zining mo'jizakorligi bilan hayratlarga loyiq bir tarzda yaratilgan. Shu olam ichra ajib xilqat qilib yaratilgan ayollarning fazilatlari yu xislatlari, Alloh ato etgan mo'jizakor inoyatlar ila ko'rkamligi olamlarni hayratlarga solib keladi.